Adashmasam bundan bir 9 oy oldin bir xonadonga darvoza qo'yib berganmiz. Shu mahallaga kelib qoldik. Sizlar bilan ko'rib chiqamiz darvoza qanday turganini. Mana shu darvozamizni qo'yganmiz. 9 oymi 8 oy bo'ldi. Shu mahallaga kelib qoldik yana. Shu darvozaning orqasidan shu darvoza qo'yilgan ekan. Qo'shnilar chaqirib olishdi. Hech narsa bo'lmagan. Kraskalari joy-joyida. Muzeykalari joy-joyida. Va xolasa kimga zarur bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Bu manzilimiz Farg'ona viloyati Chimyon Arab qishlog'iga qo'yilgan. Alijon ota choyxonasining oldiga qo'yilgan. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Adashmasam bundan bir 9 oy oldin bir xonadonga darvoza qo'yib berganmiz. Shu mahallaga kelib qoldik. Sizlar bilan ko'rib chiqamiz darvoza qanday turganini. Mana shu darvozamizni qo'yganmiz. 9 oymi 8 oy bo'ldi. Shu mahallaga kelib qoldik yana. Shu darvozaning orqasidan shu darvoza qo'yilgan ekan. Qo'shnilar chaqirib olishdi. Hech narsa bo'lmagan. Kraskalari joy-joyida. Muzeykalari joy-joyida. Va xolasa kimga zarur bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Bu manzilimiz Farg'ona viloyati Chimyon Arab qishlog'iga qo'yilgan. Alijon ota choyxonasining oldiga qo'yilgan. Bemalol aloqa chiqarasizlar.